Biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugungi qilgan montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi qilgan montajlarimiz Farg'ona viloyati Yazovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 7 metrli terasga olib kelib o'rnatib berdik. Nihoyatda go'zal va sifatli bo'lib bitdi. Avvalambor razmerlarni tushuntirib o'taman, keyin addiniy narxlariga to'xtalib o'tib ketamiz, qadrli obunachilar. Romlarimiz razmerlari, bu chekkagacha qadrli obunachilar 3,5 metr bo'ldi. Bo'ylari 220 santimetr bo'ldi. 5 ga bo'lib har bir ko'zini katta aynak tushadigan qilib berdi. Xonadon egasi katta aynak qilib berdik. Taylarni 5 ga bo'lib 2 dona ochilish qo'yib berganmiz. Qadrli obunachilar, 3 tasi ochilmaydi, 2 donasi ochiladi. Tepasini 3 ga bo'lib 3 dona ochilmaydigan framogasini yasab berganmiz. Keyingi razmerimizga keladigan bo'lsak, eshigimiz razmerlari bilan birga qo'shilganda 3,5 metr bo'lyapti. Yonida 40 santimetrli bakovchasi bor. Bu yoqda 80 santimetrlik bakovchasi bor, qadrli obunachilar. Общий enlari, eshigimiz bo'y bo'lari 3 metr bo'lgan. Romimizni bakovoylari 220 santimetr bo'lgan. Eshiklarning ikkala qanotini ham bir xilda teng qilib berdik. Ruchkalarga e'tibor beringlar. Ruchkalarni, termo ruchkalarni qo'yib berganmiz. Qadrli obunachilar, taylariga mana o'zlaringiz ko'ringlar, taylariga alyumin arkafonlarni qo'yib berdik. Nihoyatda go'zal, mustahkam qilib berganmiz. Ochilib yopilishlariga e'tibor beringlar. Ochilib yopilishlari ham hamma yo'g'i behijolat bo'ldi. Penalarga e'tibor beringlar. Penalari atido hamma yo'g'iga aylanasiga qo'yib chiqib berdik. Qadrli obunachilar, ustunlarini tunuka fondan olib kelib, ustunlarni ham o'rab berish xizmatlari ham bor edi. Ustunlarni ham bir qator o'rab berdik. Romimizni taylariga e'tibor beringlar. Romimiz taylarigacha fonni penalarni to'ldirib hamma yo'g'ini qo'yib berganmiz. Qadrli obunachilar, oynalariga keladigan bo'lsak, oynalari 2 qavat gre aynagiga qo'yib berdik. Oqqa gre aynak qo'yib berdik. Dori germetika butulchida, alyumin butulchitasigacha solib, nihoyatda cho'tki bo'ldi, qadrli obunachilar. Bir qator ichki tomondan ham ko'rsataman, qadrli obunachilar. Qadrli obunachilar, mana teraskamizni ichki tomonlari, mana taylariga 25 lik patagonlarni qo'yib berdik. Termoruchkalarning ichki tomondan ko'rinishlari, mana o'zlaringiz ko'ringlar. Patagonlari, ochilib yopilishlari hamma yo'g'i behijolat bo'ldi. Ichkari tomon jicha qorong'ulik qilyapti, qadrli obunachilar. Patagonning taylarigacha penalarni atido hamma yo'g'iga to'ldirib qo'yib berdik, qadrli obunachilar. Qadrli obunachilar, endi narxlariga, eng qiziq joyi narxlariga keladigan bo'lsak, общий 7 metr joyimiz, bo'ylari 3 metr, romlarning bo'ylari 220 santimetrlik 2 qavat oynaga, qadrli obunachilar, Farg'ona viloyati Yazovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 11 million 500 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimda savol takliflar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar, o'qib tushib javob berishga harakat qilamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosishni unutmanglar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Xonakva.